Isiyamisizlar. Bugün hali kun bulutlu niyedir? Biz bunda hali ömrüm bilen toğu yası turunda oylap oturabız hali. Benimle bu obzarını toğuklar için yoğartırmın paxodu. Tak dışa bu. Urunda jiterlik bunda. Toğuklarga bir digen bulaşak bu. 15 toğuk bunda imtixaus bulaşak. Ben özüm toğuk bulsam, mega şunday soray birseler ben şotlanıp ulirimdir. Sutra şimiyesi bu bugalter okşaş yutlab oturadi. Toğu yasını yosarga. O, sitem tamaq sosu kut. Mahsum abi keldi. Mahsum abi bizga da kirib chiqqani. Uning ismi Frank ekan. Mahsum tug'il, Farid bo'lardir endi hozir. Bugun bizga ertan kirdi-da, isanlashirga boshladi. So'ndan so'ng so'radi, "Sizning ulaningizni shovalanmi?" dedi. "Siz meni tegi miltiq tutib otmaysizmi?" deb men sening ulaningni shopsam deb so'ragan. Menim garazkoy narsalarni uni kulib tashiqdi degi voq narsani olding-da deb. O'sha bir degan mujik bo'ldi bana. O'zining ulanini shop jiribini. Menda polniy xod balki qo'yma yasayman. Kishagina konan ittim bu qirin. Xizmatsin ishlayim. Men shu ayttirib bu uzun to'xtadan unamli voq narsa ishlab yotam. Hozir eng muhimi barmoqni yortaga bo'lmasga bu narsa bilan. Stol poka yo'q, bir narsa yo'q, shunga kompusnoq idenda o'tirib ishlayman hali. Rag'zalani kimdir yozdi menga. Skosh kerak deb, mana. Kishildi tegi sumkasi. Skosh bilan naratlab qo'ydim, bir degan ishlay.